Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari, ahli YouTube do'stlar, yaqinlar, bizni kuzatuvchilar. Mana bugun 13-may 2025-yil yana bir laboga mana chiroyli bo'lgan tunuka ashibkani qilib oldik. Laboni hamma joylari ideal holatda, pollariga ko'rib turibsizlar, uloqsiz silliq holatdagi tunukalar qilingan, mana shumkalar qilingan, taglardan hop taxta panellar qo'yilgan. Mana bu joylariga mana ko'raverasizlar, konteyner pollar qo'yilgan. Har qanaqa zarbalar qattiq tegsa ham bukilmaydi. Qo'lda ham o'rtib, mana bu joylarda teneplekslar tiqib chiqilgan. Har qanaqa yuklar kelsa tegsa bukmasligi uchun tiqiladi va issiq sovuqni o'tkazmaydi. Yo'llari bukiladi, bu joylar bukiladi va mana bunaqa alohida sondiqcha qo'yilgan ideal holatda. Mana ko'raverasizlar, yonigacha yopib ketgan. Mana polni bu yonida ham va mana bu yoni ham yopilgan holatda bo'ladi. Bu shu holatda ochilgan bo'ladi. Mana ichlariga arqon ключ, agnishitel, shunga o'xshagan narsalar siqib ketadi. Mana bu joyi mana akkumulyator to'sib ketadi. Mana yopilganda akkumulyatorni ham qo'shib bu yonidan yopadi. Sondiqchamiz alohida sotiladi. Poliga rezinkasi ham bor, shunaqa listlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yonida 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qo'yishinglar mumkin. Keyingi ishlardan to'g'rilab ketamiz. Do'stlarga, yaqinlarga ana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salom.